Barchaga xayrli kun. 27 fevral. Bugungi natijalanishda bitta juda ham qiziq voqea bilan bo'lishmoqchiman. Embrionlaringlarni embriologik отчетini olganinglarda ko'pincha bir bili ранний бластоцист deb sifati past embrionni ko'plar olib ketishni xohlashmaydi, ekishni xohlashmaydi, tashlab yuborishadi, utilizatsiya yozib berishadi va bu embrionlarga ishonishmaydi. Bu patsientkamiz yoshlari 34 da 25 ta tuxum hujayra olingan, shundan 15 tasi yetilgan bo'lgan, 5 tasi ekoga qolingan, qolganlari yetuk bo'lmagan. Oxirida 25 tadan 5 dona embrion bola, bittasi yaxshi sifat, qolganlarini sifati past bo'lgan va 2 BB embrion bilan yonida bitta kichkina ранний бластоцист bor edi, shuni ekishgan ekan. Bu Artur Ratovich patsientlari, mana qaranglar endi. Mana shu bittasi bu o'sha 2 BB, qaysi biridir? Mana bunisi ранний бластocистasi, o'g'il, qiz. Shuning uchun tiri embrionlarga umid uzish kerak emas. Har doim men ekishni tavsiya qilaman, tashlab yuborish emas. Agar embrion to'xtab qolgan bo'lsa, mayli tashlab yuborish kerak, lekin mana sizlarga живой пример ранний бластоцистda juda ko'p holatda homiladorlik beradi. To'g'ri, 5A ga nisbatan sifati pastroq hisoblanadi, lekin kimga jon kirib, ruh kirib ketishini Alloh o'zi biladi. O'shaning uchun har doim otkazatsiya qilmasdan o'zingizlarni embrioninglarga, bolanglarga ishonishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu qizimizni tabriklayman, butun komandamizni tabriklayman.